uchburchakni ichki bisektrissasini ko'rdik ya. Ikkita burchakdan bisektrissa. Ikkita burchagidan tashqi bisektrissani ko'rdik ya. Yana qanaqa holat ko'rdik? Bitta tashqi. Ana endi uchburchakda 3 ta bisektrissasi ham chiqsa nima bo'ladi? Mana shuni. Mana bisektrissasi chiqdi. Ko'ryapsizlarmi? Bisektrissa. Bunisi bisektrissa ham chiqdi. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Bunisi bisektrissa ham chiqdi. Mana. Ko'ryapsizlar. 3 ta bisektrissa kesishdi. Mana shu 3 ta bisektrissa kesishgan nuqta, 3 ta bisektrissa kesishgan nuqta uchburchakning ichiga chizilgan aylananing markazi bo'ladi, tushundinglarmi? Shu 3 ta bisektrissa kesishgan nuqta nima ekan? Uchburchakning ichiga chizilgan aylananing markazi bo'ladi. Va 3 ta bisektrissa bitta nuqtada kesishar ekan. Masalan, mana misolga e'tibor qarating. Bizaga mana bu chiziq bisektrissami? Mana bu chiziq bisektrissami? Mana bu uchinchi tushgan chiziq avtomatik bisektrissa bo'lar ekan. Ya'ni mana bu ikkalasi bu ham alfa bo'lar ekan. Bizda aytyapti, ACB burchak 40 gradus. ACB. Ya'ni mana burchak bizda necha gradus ekan? 40 gradusmi? Alfamiz qancha bo'ladi? Mana misolga e'tibor qarang. Mana bu bisektrissami? 40. To'g'ri? Bu bisektrissami? 30. Mana bunisi bisektrissa bo'lishga majbur ekan 3-chizig'imiz. Demak, bu ham x qarasi. 40 80 30 60 80 60 140. Mana bu burchagimiz 40 gradus bo'ladi. 2 ta x'imiz qancha bo'lar ekan? X'imiz qancha bo'ladi? 20. Eshitding. Xo'sh, uchalasi ham bisektrissa. Bu A, bu ham A'mi? Bu B, bu ham B'mi? Bu alfa bo'lsa, bu ham alfami? Eshitding. Bizga mana bu uchburchakka e'tibor qaratadigan bo'lsak, A bilan B ni qo'shsak 80, chunki mana bu 100 bor. A bilan B qancha ekan? 80. A bilan B 80. A bilan B 80 bo'lsa, ikkita A bilan ikkita B qancha bo'ladi? 2ta A bilan 2ta B 160 bo'ladi. Demak, mana bu uchidagi burchagimiz, ya'ni ikkita alfamiz 20 grad, chunki 160 bor. Alfamiz bor. Mana misolga e'tibor qarating. Bu bisektrissami? Bu ham bisektrissami? Mana bu bisektrissa bo'lishga majbur ekan. Bu 40 bo'ladigan bo'lsa, bu ham qancha bo'lar ekan? 40. Mana misolga e'tibor qaratamiz. O deyapti, ichki chizilgan aylananing markazi. O nima ekan o? Ichki chizilgan aylananing markazi. Ichki chizilgan aylananing markazi qayerda bo'ladi desa, 3 ta bisektrissa kesishgan nuqtada bo'ladimi? Ha, demak, mana bu chizilgan nuqtalar, chiziqlar bisektrissa ekan. Bu 20 bo'ladigan bo'lsa, bu qancha? 20. Bu 40 bo'ladigan bo'lsa, bu qancha? Bu x bo'ladigan bo'lsa, bunisi qancha bo'ladi? X. 40 80 mi? 80 ga 40. Bu burchagimiz qancha bo'lishi kerak? 15. 2 ta x'imiz teng necha bo'lar ekan? 6. Mana misolga e'tibor qarating. O ichki chizilgan aylananing markazi deyapti. O ichki chizilgan aylananing markazi. Ana endi bizda mana shu O ichki chizilgan aylananing markazi bo'lsa, aylananing markazi qayerda bo'ladi? 3 ta bisektrissa kesishgan nuqtada. Demak, bu alfa bo'lsa, bu ham alfa. Bu alfa bo'lsa, bunisi ham alfa. 30 bo'ladi. 6 ta alfa teng 100 alfa teng 30 bo'ladi. Mana misolga e'tibor qarating. Bunga ham xuddi shunday degan. O ichki chizilgan aylananing markazi degan. Demak, bu 40 gradus bo'lsa, bu ham 40 gradus. Bisektrissalar kesishgan nuqtasida bo'ladi aylana markazi. Bu A bo'ladigan bo'lsa, bu ham nima? A. Bu B bo'ladigan bo'lsa, bu ham nima bo'ladi? B. Qarang, bizda 2 ta A bor mana bu yerda. 2 ta A bor. Bu yerda nima bor? 2 ta B bor. Tepada 80 bormi? Shuning uchun 2 ta A bilan 2 ta B ni 100 desam bo'ladi. A bilan B ni toping debdi. A bilan B qancha bo'ladi? 50. Yaxshi.